Bitta mashinaning faqatgina boltlari 112 ming dollar turadi desam ishonasizmi? Bu pulga bemalol yangi zo'r mashina yoki uy olsa bo'ladi, lekin Pagani Huayra egalari uchun bu shunchaki oddiy holat. Xo'sh, nega oddiy qotiruvchi boltlarga shuncha pul sarflanadi? Horacio Pagani aqldan ozganmi? Laykni ayamang, hozir aytib beraman. Aslida Huayradagi birorta ham bolt oddiy temirdan emas. Ularning har biri eng qimmat va mustahkam 7-darajali titandan maxsus bittalab o'yib yasalgan. Eng telba jihati esa har bitta boltning ustiga lazer yordamida mitti Pagani logotipi tushirilgan. Bitta superkarda esa bunday qimmatbaho boltlardan taxminan 1400 ta bor. Bu shunchaki titandan foydalanib mashina og'irligini kamaytirish va mustahkamlikni oshirish emas. Bu avtomobil san'atidagi psixologik perfeksionizmning mutlaq telba darajasidir. Horacio Pagani uchun avtomobil faqatgina transport vositasi emas. Uning falsafasi bo'yicha hatto inson ko'zi tushmaydigan eng ichki detallar ham benuqson san'at asari darajasida bo'lishi